Bugun umringizni tejaydigan top 3 formulani ko'rib chiqamiz. Birinchi formulamiz kuniga soniyalarni tejaydi. Ikkinchi formulamiz bu soatlarni tejashi mumkin kuniga va uchinchi formulamiz eng asosiy, eng ko'p ishlatiladigan formula bu sizni kunlaringizni tejashi mumkin bo'lgan formula. Assalomu alaykum do'stlar, kanalga xush kelibsizlar. Birinchi formulamiz сегодня formulasi. Bu qanday formula? Kunlik rejalar tuzayotganda bu yerda formula сегодня yoziladi. Hozir bu qanaqa ishlashini ko'rib chiqamiz. Bu hamma formulalar kommentariyada qoldiriladi. Bemalol kopировать qilib ishlatishingiz mumkin yoki ruchnoy yozsangiz ham bo'ladi. Сегодня ni yozasizlar va enter tugmasini bossanglar bugungi sanani chiqarib beradi. Buni qo'lda yozsa bo'ladi, lekin har safar rejani o'zgartirayotganingizda kun o'zgarganda rejani yana kunini to'g'rilab chiqishingiz to'g'ri keladi. Bu formulani yaxshi tomoni shundaki, siz buni saqlanib qilib qo'yib, ertaga kirsangiz bu sana avtomat o'sha o'zgargan holatda, ya'ni o'sha kungi sana, ertangi sana paydo bo'lib qolgan bo'ladi. Shunaqa qilib har safar bunaqa holatda o'zgartirishni hojati yo'q. Tayyor yozilgan bo'ladi bugungi sana. Ikkinchi formula bu ism familiyani birlashtirish. O'tgan darsimizda short video qo'yganimda to'g'rirog'i ism va familiyalarni ajratishni ko'rib chiqqan edik. Endi birlashtirishni ko'rib chiqamiz. Birlashtirish qanaqa bo'ladi? Kommentariyada formula bo'ladi, xavotir olmasanglar ham bo'ladi buni. Bemalol kopировать qilib qo'yib yoki ruchnoy yozsangiz ham bo'ladi. Xo'p, kopировать qilib qo'ydim va formula qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Bu cepit formulasi birlashtirish uchun ishlatiladi. Bu nima deyapti? B3, ya'ni ismlarda 3-qator B ustun. Mana birinchi ismimiz Abbos ismi B3 yacheykasida turibdi. Va vergul bilan yopilyapti. Va qo'sh tirnoq ichida bitta bo'sh joy tashab ketilyapti. Bu nima degani? Bu ismlarni, ism va familiyaning orasida bitta bo'sh joy qoldirgan degan ma'noni beradi bu. Va yana vergul bilan yoppamiz va familiyamiz S3 da turibdi mana. S ustun 3-qator. S3. Va buni enter bosamiz va belgilab berdi. Va to'liq qo'shib berdi va buni oxirigacha tushirib yuborsak, hamma ism familiyalarni bittada birlashtirib beradi. Tushunmagan joyinglar bo'lsa yoki qo'shimcha fikr takliflar bo'lsa bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Bu ko'proq odamga yetib borishiga yordam beradi darsligimizni. Va uchinchi formulamiz bu juda ham mashhur, juda ham foydali va kerak bo'lsa kunlaringizni tejaydigan formula. Bu VPR, VLOOKUP ham deyiladi inglizchada. Bu qanday formula? Bu yerda firmalar nomi bor va fevral oyida sotuv hajmi bor. Va siz mart oyidagi sotuv hajmini xuddi shu firmalarnikini yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Aslida bu formuladan foydalanmasangiz buni nima qilasiz? Masalan, O'zneftegaz degan firmamizning nomi. Va bu yerdan siz O'zneftegazni topasiz. O'zneftegaz firmamiz bizda 91-qator turibdi. Buni ruchnoy qiladigan bo'lsangiz, demak, mana bu ma'lumotni kopировать qilib mana bu yoqqa joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Va shuni hammasida qilib chiqishingiz kerak. Bu agar firmalar soni odatda 1000 tadan oshiq bo'ladi, ko'p holatda, sizda katta muammo paydo bo'ladi buni har bittasini ko'chirib chiqishda. Buni formula orqali qanaqa qilinadi? VPR formulasidan foydalanamiz. VPR yozdik. VPR yozgandan keyin tabni bosamiz. Tabni bosgandan keyin nimani qidirsin deb beryapti. Nimani qidirsin? Bizda O'zneftegazni qidirsin bu yoqdan deb berdik. Va vergul bilan yozamiz. Qaysi tablitsadan qidirsin?
aynan tablitsamizni belgilab olamiz. Bizga mana shu tablitsadan topsin shuni. Tablitsamizni belgilab oldik. Va bitta narsaga e'tibor beringlar. Har doim chap tomonda turgan bo'lishi kerak bizani qidirayotgan nomimiz. Va shunga mosini topib turib bu yoqqa joylab beradi. Virgulni qo'yamiz va nomer tablitsa deyilyapti. Bizada bu birinchi, bu ikkinchi, bu 1, bu 2. Biz 2ni belgilaymiz, chunki bizga 2dan javob qaytarishi kerak. Va virgulni qo'yib turib losh istina deyapti. Istina bu taxminiy eng yaqin bo'lgan sifrani oladi, shu nomga mos. Losh aynan точный kelganda ровно nimasi bo'ladi? Bir xil bo'lishi kerak. O'shandagina oladi. Biza ko'p holatda loji belgilaymiz, chunki bizga aniq совпадение kerak, aniq moslik kerak bizga. Loji belgiladik va enter bosdik. Va bizga chiqarib berdi. Aynan 365.198. Xo'p, ko'rib chiqamiz. O'zneftigazniki 365.198. Mana. Va buni oxirigacha tortib boramiz. Xo'p. Endi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, bu yerda ne o'tiribdi. Bu do'konlar bu yerda yo'q bo'lishi mumkin. Birinchi ehtimoli. Ikkinchi ehtimoli, bu do'konlar bu yerda bor, men 100% bilaman. Bu holatda nima qilasizlar? Formulani ustiga bitta bossanglar, hozir jarayonni ko'rasizlar. O'zi RTXB degan firmamizani mana bu qayerdan qidiryapti? Ko'rdinglarmi? Pastga tushib ketib qoldi. Qidiruv zonamiz. Biza tepadan qidirishimiz kerak edi. Va bu do'konimizda katta ehtimol bilan bu tepada joylashgan. Mana shuni hisobiga bu topilmadi deb beryapti. Bu holatda nima qilinadi? Bu holatda birinchi formulamizga kelamiz va bu yerdagi qidiruv zonasiga F4 bosib bloklab qo'yamiz. Notebooklarda F4 emas, fin F4 bo'lishi mumkin. Hamma o'zini kompyuteriga moslab turib yoki buni ruchnoy yozsanglar ham bo'ladi. Mana dollar emblemasi bilan bloklab qo'ydik. Ya'ni bu nima degani? Pastga surib yuborsak ham bu joydan qimirlamaydi, aynan shu yerda o'zini qidiradi degani. Ya'ni bloklab qo'yildi. Va enter bosamiz. Enter bosgandan keyin oxirigacha tushirib yuborsak, endi to'liq ma'lumot hammasi o'zida rovni tushirib berdi. Va endi bemalol sperkalar qilsak bo'ladi bu masalada. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Kommentariyada hammasi yozilgan bo'ladi formulalarni. O'zingizlarni rivojlantirishda to'xtamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.